Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan Jazoni ijro etish departamenti hamda Yosh oila ilmiy markazi hamkorligida ayollar va tarbiya koloniyalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Tadbirlar davomida mahkumlar va voyaga yetmagan tarbiyalanuvchilar bilan ochiq muloqotlar, ma'naviy-ma'rifiy hamda psixologik suhbatlar tashkil etildi. Unda vatanga muhabbat, milliy va oilaviy qadriyatlarga hurmat, qonunga itoatkorlik, to'g'ri maqsad sari intilish hamda jamiyatga munosib qayta moslashishlarga alohida e'tibor qaratildi. Ishtirokchilarga yangi hayot sari intilish, o'z ustida ishlash va kelajakka ishonch bilan qarash bo'yicha tavsiyalar berildi. Zero, har bir inson uchun yaxshi tomonga o'zgarish va yangi hayot boshlash imkoniyati mavjud.